Salam qarindoshlar, qadrdan do'st va yarenler. Tangritog' sadosi programımıza hoş geldinizler. Ben Ferhat Qurban Tangritog'liq. Bugün 2020 yılı 11. ayının 22. günü. Günlerden yakshanba. Bugün mukaddes ana tilimiz bo'lgan Uyg'urcha bilan elib berayotgan birinchi program bo'ladi. Ben aslında 7. ayının 1. günü itibaren YouTube'da program qilishga boshlagan edim. Bugungacha asos jihatdan Xitoycha va Turkcha tillar bilan program qilib kelgan edim. Bunun sebebi Uyg'urlarning dard alamlarini, Sharq Turkiston meselesini tashqi dunyoga tushuntirish. Sharq Turkistondagi ba'zi haqiqatlarni Xitoylarning, ya'ni Xitoy xalqining kallasiga so'qish va Xitoy davlatidagi ba'zi aftipeşirisini dunyoga pash qilish qatorliq maqsadlarni ko'zda tutib boshqa tillarda bu programni qilib kelgan edim. Endi vaziyatning taqozosi ve bazı aloqalarninki tavsiyasi bilan bazı tegishli mavzularda Uyg'urcha program qilishni to'g'ri topdim. Bundan keyin mumkin bo'lgan muddatcha ba'zi muhim masalalarni Uyg'urcha program bilan sizlarga taqdim qilaman. Endi bugungi programımızın mavzusiga kelsak, 7. qatimliq mamlakatlik nopos tekshirish arifasida Xitoy Komünist Partiyasining amaldorlari Uyg'ur noposining 125 ko'payganligini orqadan ta'kidladi. Bu nimadan derak berdi? Aldidan bu haqda ikki tane xabarga qarab o'tib ketaylik. 9. ayning 2. kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrininki bayonotchisi Hua Chunying muxbirlarni kutilish yig'inida chiqqan vaqtida bazı sorulara cevap verdi ve bunlardan birisi bizimki bu mevzuğa münasebetlik. Yani İngilizcelik bir kanal muhbirininki sualına cevap verdiği vaqtida Hua Chunying dedi ki Xitoyda 56 millet var. Uyg'urlar bu çoğun ailenin bir ferdi. Sizler hazır Uyg'ur noposi haqida her xil fikrlarni o'tirib qo'ydinglar ama Uyg'urlarning noposi aslida davomli ko'payib keladi. 1978 yılı 5 milyon 500 bin nopos, Uyg'ur noposi bor edi. Mana endi hozir 12 milyon 710 bin kishiga yetdi. Bo'libmi 2010 yildan 2018 yilgacha 2 milyon 500 bin nopos ko'paydi ve bu ko'payish %25%lik bir nisbatga to'g'ri keldi. Bunda havolasi da soykırım yani ırkı kırgınçılık bunun qanday yerdi ba? Nereden çıktı bu? Deb sual so'radi. O tekrar sual so'ragan bo'ldi. Yani sualga sualdan cevap verdi. Yana 10. ayının 22. günü Xitoy Tashqi ishlar ministrligining boshqa bir bayonotchisi yani Zhao Lijian yana bir muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazdi ve o yig'inda bu Uyg'urlarning nopos meselesi yani irqiy qirg'inchilik ayıpları o'tirib qo'yilgan vaqtida Zhao Lijian cevap verip yana şunu ta'kidladi. Yani Uyg'ur noposi 5 milyon 500 mingdan 12 milyon 710 mingga chiqdi. Bo'libmi 2010 yildan 2018 yilgacha bo'lgan aralıqda Uyg'ur noposi 125% ko'paydi degan masalani ta'kidladi. Ya bunda nopos ko'payayotgan vaqtida irqiy qirg'inchilik degan qanday gap, nereden chiqdi? Yani bu gapni nereden paydoladinglar degandek masalalar bilan suallarga javob berdi. Endi bu ikki amaldorninki o'xshamagan vaqtda chaqirgan muxbirlarni kutilish yig'inida yani vaqti o'xshamasin ama her iki kişi o'xshash bir masalani ta'kidladi. U bo'lsa-mu 2010 yildan 2018 yilgacha Uyg'ur noposining 125 ko'payganlik. Endi bu amaldorlarning bu nopos ko'payganligini ta'kidlashining
e, ijtimoiy sharoitni qaraydigan bo'lsak, bu kunlar dal Xitoyning 7-chi qitimliq nopos tekshirish harakatining boshlang'ich arifasi. Masalan, bir tane xabar bilan buni ta'kid qilaylik. Xinhua agentligining bir xabariga ko'ra, 10-ci ayın 14-cü günü Uyghur Abdunum rayonundaki nopos tekshirish komiteti kengaytirilgan yig'in o'tkazib, bu qatimki nopos tekshirish faoliyatining qadam bosqichlarini o'rlashtirgan bo'ldi deb bir xabar bor. Aslida 7-ci qatimliq nopos tekshirish hali burunla o'rlashtirilgan bir faaliyat. Yani Xitoy hükümeti Komünist Parti iqtidorga kelgan 1949 yıldan beri 1953 yılda birinci qatimliq nopos tekshirishni ilib borgan. Bunun ardından 1964 yılı ikinci qatimliq nopos tekshirish faoliyatini qilgan. 1982 yıl olsa 3-ci qatimliq nopos tekshirish ilib borgan bo'lib, undan keyingi yillarda her 10 yılda bir bu nopos tekshirishni ilib borgan. 1990 yılı 4-ci, 2010 yılı 5-ci, 2010 yılı 6-cı qatımlıq nopos tekshirish faoliyatini ilib borgan bo'lib, endi bu yılqi 7-ci qatımlıq nopos tekshirish faoliyati aslida normal bir kun tertip, yani plana göre burun tatip plan kılgan bir kun tertip. Hem de bu normal gün tertipini anormal kılgan, yani bizninki dikkatimizni celp kılgan mesele nima desanlar, tuyuksuz bir şekilde Uygur noposunun %25 köpeygenlikini üsteklep tekleşke başladı. Hem de bu iki noktadan qaragан vaqtda bu anormal bir ahval. Yani normal bir ahval emas. Bunu nereden göreleyimiz desanlar? Normalde Xitoy Komünist Partisi nopos tekshirish jarayonida Uygur, Moğol, Manchu, Tibet qatorliq bu tarixdagi cho'ng millatlarning noposini qasddan ya yoshirdi ya xato e'lon qildi, ya'ni oz e'lon qildi. Haqiqiy nopos sonini yoshirdi. Bu haqiqiy nopos sonini yoshirganlik uchun her qatimliq nopos tekshirishdan keyingi e'lon qilingan natijalarga qarasanlar, nihoyat qiziqarli ikki nuqta var. Yani ikki nuqta var. Onun birincisi, her nopos tekshirishdan keyin Xitoyning umumyuzlik noposi o'sgan bo'lsin, ko'paygan bo'lsin-mu, umumyuzlik noposdagi Xitoy noposining nisbati bilan oz sonli millatlardagi noposning nisbati o'zgarmaydi. Yani her qatim Xitoy noposi %92, qolgan 55 noposini jamlab toplam nopos %8. Yani umum nopos artadi, ama bu noposning natijasi o'zgarmaydi. Halbuki Xitoyda uzun müddet tek perzent siyaseti yürgüzüldü. Nopos çekleş, planlıq tuğut qatarlıq siyasetler yürgüzüldü. Az sonliq milletler diyenler, yani Xitoyning ağzından atalmış az sonliq milletler bulup bu Uygurlarda her zaman en az 5 kişilik nopos, yani 3 bala ata-ana 5 kişilik nopos. Bazen de 7 kişilik, 10 kişilik, hatta 13 kişilik noposluk aile var idi. Başka hastalıklarda şuna oluşu mümkün. Yani Xitoyning birden jiq balası bo'lmagan vaqtida Uyghur ailelerinde 3-4 bala her zaman var idi. Muşunda bo'lishi qaramay, davamlıq Xitoy noposununki nispeti o'zgarmaydi. Ama az sonliq millatning noposi o'zgarmaydi. Yani Xitoylar %92, başka milletlerin hemimizin cemlep aran %8. Bir adamda sizde soraş lazım da, eğer tarihten beri bu Xitoy noposi bu kadar, yani Han Xitoylarının noposi 190. olsa, fakat %1-2 olan bu atalmış az sonliq milletler, Moğollar, Mancholar, Uygurlar bu zeminlarni qanday yüzyıllarcha sordu? Shunday emasmi? 1911 yılgacha Xitoylar tarix sahnesida yo'qdi. O vaqtcha bu zeminlarni so'rgan Manchular sordu. Manchulardan burun Moğollar sordu. Moğollardan burun Uygurlar sordu. Ondan burun Xitoylar sordu derken
Yani bu kadar çoğun bir zeminni %1 neçe olan bu nopos nispetindeki insanlar kanda sordu. Elbette bir yerde bir sonra kızıkarlık bir mesele ortaya çıktı. Hem de bu Xitayning nopos tekshirish neticesinde o'zgarmagan bir netice var. O olsun Xitayning noposi her zaman Hindiston noposidan birazcık çıkıdı. Yani bu bayatın dep ötkendek Xitayda nopos cheklash siyosati, planlıq tug'um qatorliq bir muncha siyosatlar uzun muddat yani yillarcha davom qildi. Halbuki Hindistonda bunda nopos cheklash siyosati yo'q. Bir hür bir devlet. İnsanlar özünün hür iradesi bilen yaşaydı. Ve nopos cheklimizi yok. Ama şundak bolsunmu Xitay noposu devamlı Hindiston noposundan birazcık çıkdı. Yani en arkatım Hindiston noposu 1 milyar 350 1 milyar 350 milyon çıkan vaxtıda Xitaylar noposunu 1 milyar 9 milyon çıkardı herhalde. 1 milyar 390 milyon çıkardı pardon. Yani bu aslında dikkat kısanlar Xitaylarınki devlet siyaseti. Devlet siyaseti. Bunu düşünüş ters emez. Hem de şunday bir Xitayninki an'anaviy siyasetimizde devam kılıp durgan vaqtida tuyuqsiz Uyg'urlarning noposini %25 ko'paydi deb e'lon qilishi bu Xitoylarning an'anaviy urf odatlariga uygun emas. Yani bir yerde bir uyuşmagan bir ahvol var. Bir ta'turlik var. Hem de acaba Xitoylar yani Xitoy Komünist Partisi saxtapazlikdan voz kechdi de bundan keyin dunyoga to'g'rilar yani haqiqiy ahvolni o e'lon qilish qaror qildimi deb o'ylasak mumkin emas. Chunki siyaset ve strateji partinin hayatı deydi Xitoy Komünist Partisi. Yani o huyunu o'zgartirmaydi. Unda olsa biz nima gap bu? Nimishqa tuyuqsiz to'ngdan pon chiqqandek Uyg'ur noposini 125 orqali qildi deydi. Chunki buning neticesi nima bo'ldi desanglar, Xitoylarninki umumyüzlük nopos nisbatini o'zgartirish kerak bu vaqtda. Yani 125 Uyg'urlar ko'paygan bo'lsa, boshqa osonliq millatlar ko'paygan degan gap. Bu vaqtda Xitoydagi osonliq millatlarning noposini %8 demaydi ekan-da. O cho'qim %15, %20 hatta %30'a chiqish kerak agar bu hisob bilan qaragan vaqtida. Yani bularni qanday ko'zga oldi bular? Bütün bu ahvollarni qaramay qanday bu Uyg'ur noposini ko'payganligini e'lon qildi. Menimcha bu yerda Xitoylar nihoyatda yangi bir ilm fikrini yo'l qo'ymoqchi. Ya'ni Xitoy Komünist Partisi shaytonning aqliga kelmaydigan bir planni o'ylab chiqqan bo'lishi mumkin deb qarayman men. Hem de bayatın sizlerge aytib deb o'tdik. Xitoylar bu Xitoy amaldorlari bo'libmi 2010 yildan 2018 yilgacha Uyg'ur noposining ko'payganligini deb o'tdi. Bundan bo'lsa bizmi 2010 yildan 2018 Xitoy Komünist Partisi yani Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda qanday jinoyatlarni o'tkazdi, unaga qarab chiqaylik. Aldıdan 2019 yılı 5 iyul Qalliq vakasını başlaş lazım. Çünkü o aslında üniversite o'quvchilarning tinchlik yo'li bilan haq talab qilish faoliyatiydi. Keyin Xitoy hukumati bu guruhning orasiga ba'zi qishqirtadigan o'zininki qishqirtmachilarini so'qib qo'yib bu ahvolning xarakterini o'zgartib qonliq to'qinishga aylantirib etdi ve bu voqeaning cho'ng'ayishini bir chetda qarab saqlab turdi. Voqea cho'ng'ayib bo'lgandan keyin kech soat 11 dan boshlab o voqea maydonga kelgan naq maydonni qo'rishib olib kech soat 11 dan atgan soat 6gacha bu yerda qirg'inchilik qildi. Bu Xitoyning bir Amerika qaçıp bağlan bir iş adamı, yani iş adamı demdik, bir siyasiyon deyiş gerek mi? Govengui diyen bir şahıs bu meseleni paş kılıp aşı günü akşam
Ürümçideki bazı rehberler bu meseleni qanday hal qilish haqida merkezini yo'l yo'q so'ragan vaqtida shu vaqtdagi jamoat xavfsizligi ministrining boshlig'i tirik ko'mbitinglar deb buyruq bergan. Chunki o kunlarda Ürümchining ham yerda inshoot qurilish uchun qazilgan azgallar, chunqurlar nihoyat ko'p bo'lib, nurg'un insonlarimiz, nurg'un Uyg'urlar shu vaqtda tirik ko'mitilgan. Yani bu Xitoy Komünist Partisining yangi bir pal, yani Uyg'urlarga qartilgan qirg'inchilik, irqiy qirg'inchiligining yangi bir palliga ko'tarishi deb hisoblasak bo'ldi. Bunun hemen arkada 2010 yılı Xitoy Komünist Partisi bundan burun kurulan atalmış Şinjan Hizmet Grubunu yeniden teşkilledi. Bu hizmet grubunu yeniden teşkilleşte o azsallık millet siyasetlerini belgeleydiğin atalmış faşist ziyaliler Marong, Huangan, Lishan katarlık faşistlerini bu grupka hep geldi ve bunlar birlikte Şinjan'ın başkuruş siyasetini yeniden tüzep çıktı. Asaslık mezmunu Uygurlarga irqiy qirg'inchilik elib berishning yo'llari, qadam bosqichlari belgilendi. O 2010 aydagi mujag'anda. Undan keyin 2014 yılı ikkinchi qatimliq Şinjan xizmat yig'ini ochildi. O vaqtda Xi Jinping hakimiyet, iqtidorga kelgan vaqt edi. Yani o 2014 yıldaki yig'inda bu qatim Şinjan'ın başkuruş stratejisi deb bir stratejiya planı oturup koydu ve hem de bu planlarının birden qanday elib berilgani haqida tafsili qadam bosqichlar o'rinlashtirildi. Ve dikkat kılsanlar her şey hem neyse şundan kim başladı. Birincisi Xitaylar xalqaro bir mesele hal qilish kerak edi. Çünkü Uyg'urlarning, yani Şarq Türkistan davası milliy haq, huquq ve erkinlik mücadelesi bulup Xitaylar bu milliy mücadeleninki tüsünü, karakterini özgertip dünyaya başka bir şekilde ilan qilish kerak edi. Yani bizning milliy inqilobimizning karakterini o vaqtdan ait moda bo'lgan radikal dinchi terör faaliyeti deb qara Batman çaplaş üçün aldı bilen özleri yetiştirip çıkan ve kallısını kaymaktırıp çıkan Uygurlarımızı bir şekilde yezlardan toplap ekilip 5000 kilometre yoluna hiç tosalgısız şekilde ötküzüp Yunan arkalık Vietnam ve Tayland ve bir yerden Suriye katarlık caylağa evetti. Yani bir yerde Uygurlarını radikal dinci terörist kılıp köstüş için tuzak kurdu. Ama aynı vakitte bir kısım nüfusunu Şarq Türkistan'dan çıkargan oldu. Yani bu kişilerin desep 3000, 5000, 7000, 10.000, 20.000 katarlık okşamagan şekilde rakamlar telaffuz kılındı ama neticede nüfus bir şekilde çetik çıkılışa başladı. Bunu da bir vaqtda Xitaylar uzun ötmey demiş qildi desang, meydan yaxshi xatırlasak bo'ldi. Çetki çıkış resmiyetlerini addilaştırdı yani. Pasport beceriş resmiyetlerini addilaştırdı. Bununla birge Uygurlarda bir çetki çıkış dolkunu kozgaldı. Hem meydan çetki çıkış hoşallık bilen nayet rahat özümüzü bu çetki çıkışga dolkunuga kapılga vaqtımızda Xitaylar ön-tünsüz hiç kimge çandırmay lagerlarınki kuruluşuna başladı. Yani Xitay o vaxtda bir taş etip 3 tane kuş tuttu. Birincisi Uygurlarning diqqatini chet elga chiqadiganға o tarafga qaratib qo'yib jimjit şekilde hiç kimge çandırmay lager inşaatını, lager kuruluşunu başlagan bo'ldi. İkincisi chetga chiqqan Uygurlarning bir qismi qaytib kelganligi uchun nüfus boşalgan, yani toprak boşaltgan bo'lib hesap kıldı. En eşeddisi
chetga chiqib qaytib qolgan Uyg'urlar bu lagerninki tabiiy a'zolari bo'lib hisoblanadi. Ya'ni Turkiyaga, Suudi Arabistonga, Misrga berib sayohat qilib qaytib qolgan Uyg'urlarni sulolasi bilan birlikda to'plab kampga atdi. Yani bu şekilde bu nüfusumuz yani bir şekilde azaytışqa sebep oldu. 2018 yılı oturup çıkan haberlerde bu lagerdeki Uygurlarning peyden-pey Xitoyning ichki qismidagi turmalarga yo'tkalganligi xabari chiqdi. Ya bu xabarni biz o tercüme qilib e'lon qilgan edik. O vaqtdagi sonliq ma'lumotlarga qaraganda dastlabda 500 ming kishi, keyin paydan-pay bo'lib toplam 1 million kishi Sharq Turkistondagi turmalardan maxfiy shaklda Xitoyning ichki qismidagi Xilonjan, Gansu, Ishki Mo'g'uliston qatorliq joylardagi turmalarga yo'tkaldi. O kunlardagi xabarlar qarasanglar kecha kunduz poyezd yo'llari to'xtaldi, har yer qamal qilindi. Bir qancha ay qatnash turdirildi ki bu kishilarni ishga o'tkazish bilan ishga o'tkazish planini yurgizgan vaqtlarga to'g'ri kelgan edi. Endi yana bir tarafdan bu jarayonda Xitoylar tug'ut cheklashning har xil ashaddiy yo'llarini davom qildi. Masalan, hamile ayollarni qasddan mecburi şekilde balını düşürüp itiş, kısırlaştırış, tug'maslik qilish qatorliq dorilarni yegishdek ashaddiy usullar bilan nüfusimizni cheklab keldi. Endi bütün bu ahvollarni 2010 yildan beri beşimizga kelgan ahvollarni harmonlasak 2010 yildan 2018 yilgacha Uyg'ur nüfusining ko'payishi mumkin emas. Ya'ni Xitoy bizning yerda irqiy qirg'inchilik elib berayotgan vaqtda nüfus ko'payamdi. Mumkin emas. Unda olsa Xitoylar nimishqa nüfusun ko'payganligini jar solishga boshladi. Bence bu yerda Xitoy ikki tane planı var. Birincisi nüfusun ko'payganligini o'tirib qo'yish orqali xalqaro Xitoyga qartilgan irqiy qirg'inchilik aybnomasini churitmoqchi, ya'ni uni taqobil tutmoqchi. O'zinglar yaxshi bilasizlarki, irqiy qirg'inchilik aybnomasini tushiradigan eng yaxshi yo'l nüfusun ko'payganligini isbot qilish. Nüfusun ko'payganligini isbot qilish hozir Xitoylar uchun nimishqa muhim desanglar, Xitoyning jinoyatlari hozir dunyoga fosh oldi. 2018 yildagi vaqtda Xitoyning Sharq Turkistondagi ilib borgan faoliyatlarining oldidan inson haqlari noktasidan qaragan vaqtida insonlarga qarshi ishlangan bir jinoyat deb ta'riflandi. Mana bugun dunyodagi cho'ng davlatlar, hukumatlar Xitoyga rasmiy irqiy qirg'inchi deyishga boshladi. Agar bu şekilde davom qilsa, Xitoylar albatta dunyodan chetga qiladi, yeklanadi ve bu Xitoyningki iqtisodiga jiddiy zarar qildi yoki bo'lmasa Xitoyning birmuncha planlarga to'sqinlik bo'ldi. Uning uchun Xitoy bu ahvolni o'zininki foydasiga çevirmek için Uyg'ur nüfusining ko'payganligini deb o'tdi ve menimcha nüfus tekshirish tugagandan keyin Uyg'ur nüfusini belki de 13 milyon 500 bin qator deyishi mumkin. Endi ikkinchi bir Xitoyninki shaytoniy o'yini mush fursatdan foydalanib Uyg'ur nüfusining ichiga taqlid, ya'ni saxta Uyg'urlarni qaytib o'tishi mumkin. Buni nima ish qildi desanglar, hem Uyg'ur nüfusini terkibini bozuş, yani nüfusunu bulgaç, hem aldığımız kunlarda belki de vaziyetning taraqqiyotini qarab bir ray sınash, hatta referandum bulup qalsa, bu sosyal faaliyetlerinin neticesini kontrol qilish, yani o'zininki istagan şekilde, xohlagan şekilde yönlendirish uchun Uyg'ur nüfusining orasiga soatlik bomba yerleştirmekçi bular.
Yani bu fırsatdan paydalanıp bu iki tane oyunda hem halkaralık ammi fikirge takabül turuş hem Uygur nüfusunu bulgaç Uygur nüfusunun içindeki saatlik bomba yerleştirişten ibaret bu şeytani planlarını amalga aşırmakçı. Endi bu taklit nüfus yani sahtı nüfus nereden kildi dep oylasanlar mümkün. 2014 yıldan beri Xitay Komünist Partisi bu Komünist Parti azalarını bizdeki yezi qishloqlarga evatib dehqonlar bilan birga etib birga qo'padigan yani qarindosh oila projesi orqali o'zininki bu partiya a'zolarini tarbiyalaydi. Bir tarafdan Uyg'urlarninki kallasini o'ylayotgan tushunchalarini kontrol qilish, yana bir tarafdan bu yerda praktik qilish, ya'ni ba'zi urf odatlarni o'rganish vazifasi bor bularning. 2017 yildagi status qaraganda 1 milyon 200 mingdan jiq Komünist Partiya a'zosi, yani ko'pincha Xitoy albatta. Bu şekilde terbiyelendi. Bence bular bu sahte taklit Xitoy taklit Uyg'ur nüfusuniki namzatları bo'lishi mumkin. Yani birisi yaqinlarda hammalarniki ma'lum olar sosyal medya yani ijtimoiy taratqularda Uyg'urcha kiyimlar bilan usta o'ynaydigan, naqsh o'qiydigan, Uyg'urcha tomoq pishiradigan, Uyg'urcha gap qiladigan, ya'ni dal bu Uyg'urga o'xshash yashashga tirishayotgan Xitoylarni ko'ryapmiz. Bular ba'zi ijtimoiy faoliyatlarda Uyg'urlarni temsil qilyotidi, ba'zi so'rinlarda Uyg'urlarni temsil qilyotidi. Yani bular hammasi aslida planliq bir o'rlashtirish bo'lganligini bilish mumkin, yani o'ylash mumkin. Yani Xitoyninki niyati qara. Xitoy bu qatim bu nüfusumuzun ko'payganligini bahona qilib turib bir qancha qara amallarni amalga oshirmoqchi, qara planlarni. Endi bu avvaldan shuni ko'ralaymiz. Bir Xitoylarninki niyati qara ve sahtipazlik mahiyetine ait, yani sahtipazlik kabiliyetine ait yüksek. Bulap mı? Kaygını küçük aylandırış cihette bu bulanın kabiliyeti belki yüksek olarak görünüp duruptu. Şamalını özününki paydasına tətir çöreyleydiğen bir kabiliyet var bunlarda. Endi biz bu beşimiz keke evallarını yaxşı analiz kılıp iki tane meseleye dikkat kılışımız gerek. Birincisi bizge oxşagan Mongol, Tibet, Manchu qatarlıq atalmış asallık milletler bilen birlikte Xitoyninki bizimki nüfusumuz hakkında elip bakmakçı olan ilim fikirlerini dünyaya paş kılışımız gerek. İkincisi bu Xitoy Komünist Partisi'nin veya Xitoylarının şamalını özününki paydasına çöreydiğen kabiliyeti, yani kaygını küçük aylandırdığı kabiliyetini mi öğrenişimiz gerek ki biz mu bular bilen köreş kıldığın kabiliyetimizni östürüşümüz lazım. Yani kıssadan ise demek ki o vaxtıda muşunda derslerini çıkarış mümkün. Bu Uygurca programımızdan bundan devam kıldırımız. Programdan devam kılışı için eğer yaxşı kögen bolsanlar kanalga abone, yani a'zo bo'lishni unutmanglar. O'zinglar a'zo bo'linglar. Atrofdagilarga mu tavsiya qilishni unutib qolmanglar. Ko'p rahmat. Yana bir qator programda ko'rishamiz, Xudoyim buyursa. Xo'sh.